Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mashinam benzin o'chib qopti-da, akajon. Aksiga olib, pulim ham uyda qolib ketibdi. Aka, benzin olsak bo'ladi mashinangizdan? Aka, nima deyapsiz? Men taksistman. Menda ortiqcha benzin yo'q. Ha, yo'q aka. Mayli akajon, rahmat, sog' bo'ling. Aka, assalomu alaykum, hormanglar. Aka, benziningiz yo'qmi? Mashinam o'chib qopti. Benzin? Qanaqa benzin? Nima bu, zapravkami sizga? Yo'q, maylimda aka, rahmat. Hozir aka birini. Ha aka, benzin yo'q deyapti mana ular. Aka, nimasini aytasiz? Yo'q dedi benzinni. Bo'ldi aka, 2 minut sabr qilib turing. Ukam, benzining bormi? Benzin kerak. Ha, yo'q aka. Bo'ldi, yes qilamiz birazdan. Okajon, mana sizga bitta emas, 2ta baklashga benzin. Aka, bu ko'p-ku? Aka, mana buni oling. Bu hayotda faqat yaxshilik qoladi, brat. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Tinch bo'ling. Ukam, arzda aytsaga benzin quyib olgan o'zingga. Tag yo'lda qolib ketmagin.